Şərqi Türkistan Milli Qurultayı çağırılğanlığına 30 yıl toşdu. 1992 12 dekabr İstanbulda çağırılğan Şərqi Türkistan Milli Qurultayı muhaciratlik Uyg'urlarning favqulodda tarixiy sharoitini ching tutib tashkillagan bir qitimliq keng doiradagi bosh qo'shish yig'ilishi bo'lib hisoblanadi. İstanbul Qurultayı, ya'ni 1992 12 dekabrdagi Şərqi Türkistan Milli Qurultayı Berlin temi örülüp, dünya miqyasida kommunizm lageri yemirilayotgan, Sovetlar İttifaqı g'ulab, O'rta Osiyo va Kafkazda 5 mustaqil turk davlati dunyoga kelgan, Xitoyda Tiananmen o'quvchilar harakati bostirilgan bo'lsa-mu, ammo mustabid kommunistik sistema kuchli xirisga duch kelayotgan bir yillarda va mushundaq tarixiy fursatda chaqirilgan edi. Bu qitimliq qurultay Sovetlar İttifaqı yemirilib, O'rta Osiyo va Kafkaziyada 5 mustaqil Türk Cumhuriyetlerining mustaqilligi jakarlangan, Uyg'urlar o'z kelajagining ufuq nurini ko'rishga intilayotgan, butun dunyoning siyosiy tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz berayotgan bir mezgilda chaqirilgan. Bu qitimliq qurultayga butun dunyodagi o'xshamagan davlat va o'xshamagan siyosiy sistemalarda istiqomat qilayotgan Uyg'ur jamoatining ko'rinarli vakillari qatnashgan edi. Ularning ichida muhojiratdagi Şərqi Türkistan Milliy harakatining rahbari Aysa Yusuf Alibtekin, Şərqi Türkistan vaqfining boshlig'i general Mehmet Rizabekin, 1944-yildagi Eli inqilobi va uning natijasida qurilgan ikkinchi qitimliq Şərqi Türkistan Cumhuriyetining hayot shohidlaridan Ziyo Samadi, Abdurauf Mahsun, Hoshir Vahidi va Yusufbek Muxlisi, Saudi Arabistonda yashayotgan Husayn Qori islomiy boshchiligidagi Sharqi Turkistonlik muhojirlar, shuningdek Yevropa va Shimoliy Amerikadagi Uyg'ur muhojirlar vakillari bor edi. 1992 12 oyning 13 kuni Turkiyaning Istanbul shahrida chaqirilgan Sharqi Turkiston Milliy Qurultayı muhojiratlik Uyg'urlarning 1949-yildan buyon chet ellarda o'tkazgan eng muhim qurultaylarining biri bo'lib, bu qitimqi İstanbulda chaqirilgan Şərqi Türkistan Milliy Qurultayıga dunyoning har qaysi joylaridan 80 dan ortiq vakil qatnashgan. Qurultayning birinchi kunidagi ochilish murosimi va uningdan keyingi rasmiy yig'inda Şərqi Türkistan harakatining chet eldagi rahbari Aysa Yusuf Alibtekin, İstanbuldagi Şərqi Türkistan vaqfining boshlig'i general Mehmet Rizabekin, marhum Muhammed Bug'raning qizi Fatima Bug'ra, Sobiq Şərqi Türkistan Cumhuriyeti Hökumetining bosh kotibi Abdurauf Mahsun, yozuvchi Ziyo Samadi, Avstraliya Turkistonliklar jamiyatining raisi Ahmad Egamberdi, professor Abduqodir Do'nuq, advokat Muzaffar O'zdaq, professor Nevzat Yalchintosh, professor Malika Aqta Kashg'arli, peshqadam inqilobchi Mamtimin Hazrat, siyosatshunos Qahramon G'ojambardi, O'zbekiston Uyg'ur jamiyatidan Shamil Qurban, Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoqidan Nur Muhammad Kenji, Saudiya Arabistonidagi Sharqi Turkistonliklar nomidan Qurban Abdullah Turkistoni, Yevropa Sharqi Turkiston birligining raisi Erkin Alibtekin, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Sharqi Turkistonliklar vakili G'ulomidin Paxta, Shveysariyadagi Sharqi Turkistonliklar nomidan Kiram Sharif, Qozog'istondagi Uyg'ur ovozi gazetining boshlig'i Yo'ldosh Azamatov, Qozog'istondagi yadro sinoqlariga qarshi mashhur qozoq shoiri Olja Sulaymonoğlu, Qaysaridagi Sharq Turkiston jamiyatining boshlig'i Muhammad Janturk, Qozog'istondan yozuvchi Hoshir Vahidi va arxeolog Yusufbek Muxlis qatorliq 21 kishi so'z qilgan. Mazkur qurultayda yana 1930-yillardagi Sharqi Turkiston inqilobining rahbarlaridan biri siyosiyon, davlat arbobi va tarixchi marhum Muhammad Emin Bug'raning qizi Fatima Bug'raga butun qurultay nomidan oltin medalyon taqdim qilingan. İstanbul qurultayining 1 va 2 kuni vakillar siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat, tarix, navbatdagi vaziyat shundoqla Sharqi Turkiston masalasining yaqin kelgusidagi nishon haqida qizg'in mulohazalarni yurgizgan. Qurultay 12 oyning 14 kuni dushanba kengashish va muzokaralash orqali siyosiy qaror
tarixiy xitobnoma va murojaatnoma e'lon qilgan. Shundaqla dunyodagi har qaysi ellarning davlat boshliqlari va xalqaro tashkilotlarga ayrim maktub yo'llagan. Shu kuni yana qurultayning siyosiy komissiyoni bilan ijtimoiy munosabat va hamkorlik komissiyoni hay'atlarining o'rtaq kengashish orqali ayrim qaror chiqargan. Qurultayning 21 kishilik siyosiy komissiyoni chiqargan qarorida Sharqi Turkiston da'vosi Sharqi Turkistonning mustaqilligini nishon qildi deb aniq bekitgan. 1992 yildagi İstanbul qurultayining tayyorlik komitetidan o'rin olgan va bu qurultay jarayonida aktiv kelishtiruvchi sifatida ko'zga ko'ringan G'ulomidin Paxta aka bu qurultay ochilganligining 30 yillik xotir kunida hozirmiz sog'lom yashayotgan sanoqli tabarik Uyg'ur oqsoqollaridan biri bo'lib hisoblanadi. 1992 yili 12 dekabr kunidagi bu qurultayning ochilish marosimida Turkiya Cumhuriyatining bosh ministri Süleyman Demirel, Shimoliy Qibros Turk Cumhuriyatining raisi Cumhuriy Rauf Denktash ve Dünya İslam Birliği'nin baş katibi Abdullah Ömer Nazif qatarlıq yüzlügen devlet başlıkları ve halkaralık teşkilatlarının tebrik telegrammaları okup ötülgen idi. G'ulomidin Paxta aka bu qitimli qurultaydan bir qancha ay ilgirla Türkiye'deki Sharq Turkiston vaqtining boshlig'i General Mehmet Rizobekinning riyosatchiligida qurultay tayyorlik komissiyasining qurib chiqqan va bu qitimli qurultayning hozirlik ishlarining har jihatdan puxta va atrofliq elib berilishiga turtki bo'lgan. G'ulomidin Paxta aka o'z aslimisida bu qitimli Sharq Turkiston milliy qurultayining dunyodagi 30 necha gazet, radio, televiziya va xabar agentliklarida xabar qilinganligini, bo'libmi Turkiya bilan yangidan mustaqillikka erishgan O'rta Osiyo Jumhuriyatlarida keng ko'lamda tashviq qilinganligini tilga olgan. G'ulomidin Paxta aka yana İstanbulda chaqirilgan Sharq Turkiston milliy qurultayining 12 dekabrdan 15 dekabrgacha 4 kun davom qilganligini, oxirida qurultay vakillarining Turkiya Cumhuriyatining bosh ministri Süleyman Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin reisi Hüsamettin Cinduruk ve Türkiye Milliyetçi Hareket Partiyasining rahbari Alp Arslan Türkeş qatorliqlarning qabul qilishiga erishganligi, shu kunlarda İstanbulning bayram tusi kirganligini aytgan. 14 dekabr barliq vakillarning to'liq qo'shilishi bilan Sharqi Turkiston milliy qurultayining xitobnomasi bo'lgan 22 moddalik İstanbul xitobnomasi e'lon qilingan. Xitobnomaning 6 moddasida Sharqi Turkiston xalqi mustaqillikni to'liq qo'lga keltirgandila, ondan haqiqiy erkinlik va baxt saodatga erisha oladi deyilgan. G'ulomidin Paxta aka 1992 yildagi İstanbul qurultayining muhojiratdagi Uyg'urlar hayotida, bo'libmi muhojiratdagi milliy da'vo tarixida davr sharoiti eng foydali, ko'lami eng zo'r va talash tortishir eng keskin bir qitimliq muhim qurultay bo'lib qolganligini tilga olgan. U bu qitimli qurultayning tarixda tunji qitim Uyg'urlarning ana vatani sirtidagi milliy da'vo harakatini birlashtirganligini, ya'ni 1949 yildan keyin Saudiya Arabiston, Turkiya va G'arb ellariga tarqalib ketgan Uyg'ur muhojirlari bilan Sovet ittifoqining O'rta Osiyo jumhuriyatlariga tarqalib ketgan Uyg'ur sarxillarni o'rtaq maqsad uchun İstanbulda tunji qitim jam qilganligini alohida eskartgan.